Assalomu alaykum. Haftalik rasklad bilan keldim. Nima gap so'z shu hafta ichida nima gap so'z bo'ladi, shuni ko'ramiz. Bugundan boshlab o'sha keyingi dushanbaga davrda bir gazeta karta tanlov qilasizlar. Birinchi variant, ikkinchi variant. Ikkini bu yoqqa oldim, birdan boshladim. Birda nima gap so'z, birda qanaqa energiyalar, nima gap so'z. Karta tanlov qila olmasangiz, holatingiz qanaqaligiga ahamiyat bering. Shu bilan o'zingiz topasiz bo'laveradi. Qandaydir erkak kishining o'rtasida bo'lishi mumkin. Erkak kishining o'rtasida tanlovda turganingiz va keyin qandaydir erkak kishi bilan munosabatingizda yolg'on narsalar aralashtirish kerak bo'ladigan holatlar ko'rinyapti bu yerda. Shunaqa holatdaligingiz va qancha harakat qilmang, turgan joyingizda turishga majburligingiz va bo'lishi mumkin. Yaqin atrofingizda yaqinlaringizni to'y ovoragarchiligi, to'y deb muammolari bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, o'zingiz tanigan bo'lsangiz, dars munosabat karta eshitishda davom ettiramiz. Energiyasi qanaqa bo'ladi? Hafta energiyasi qanaqa bo'lyapti? Hafta energiyasi deyarli nimanidir quvlayapsiz yoki juda ham astoydil harakatda bo'layotganingiz, astoydil intilishda, bir joyda turish yo'q, faqat bilmayman, balkim bu munosabatlaringizdadir, balkim umuman o'zi bir joyda tega o'tirish yo'q, tinimsiz harakat qilish va konkurentlaringizdan o'tib ketish harakati bo'lishi ham mumkin bu yerda. Munosabatlaringizda nima gap? Munosabatlaringizda nima gap? Munosabatlaringizda nima gap? Munosabatlaringizda qandaydir tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin, qandaydir uchinchi shaxslar ham aralashishi mumkinligi va lekin bu yerda munosabatlaringizda ko'proq erkak kishi munosabatlarda ko'proq o'zi bilan bo'lib, qandaydir o'zi bilan o'zi bo'lishi, sizga unchalik siz tarafga intilmayotgani, keyin xat kelishi, shunaqa, siz ham qandaydir munosabatlaringizda уже siz ham qayerlardir balansirovkani olishingiz, uni qilgan muomalasiga yarasha siz ham muomala qaytarayotganingiz munosabatlaringizda bo'lishi mumkin. Hammada bo'lmasa ham ba'zilarda уже tugab turib yoki hayotingizga kimdir kirib kelyapti yoki siz e'tiboringizni umuman erkagingizdan olib turib boshqa narsaga, yon atrofingizdagi yaxshi ko'rgan insonlaringizga qaratyapsiz. Qandaydir sizda уже ochilish, o'zgarishlar bo'layotgani ham bu yerda ko'rinyapti. Oilangizda nima gap bu haftada? Oilangizda nima gap? Oilangizda nima gap? Oilangizda kimlardir bilan bellashuv bo'lishi ham bu yerda ko'rinyapti. Balkim bo'lishi mumkin. Oilaviy holatda oilangizda deyarli pul kelishi ham bor, lekin qandaydir ayol kishi bilan jiddiy tortishuvlarmi, shunaqa kelishuvlarmi, shunga o'xshagan holatlar ham bo'lishi mumkin. Balkim bo'lishi mumkin bellashuvingiz oilangizda ayol kishi bilan qandaydir teng kelishmi, bir-biringlar bilan bir-biringlarda shunaqa holatlar bo'lishi borligi ko'rinyapti. Nima desa bo'ladi bu yerda? Hali o'chak kishi deydi-yu, shunaqa holatdaligida erkak kishini deb bo'lyapti, adashmasam, yoki o'zingizlarni gapinglarni o'tkazishmi, shunga o'xshagan holat. Oilangizda yana nima gap? Oilangizda deyarli kuchsiz tarafda, oilangizda lekin ehtiyot bo'lib turing, qandaydir подвешенный holatga sizni соревноваться qilayotgan ayolingiz taraflama yoki inson taraflama qandaydir bunaqa kuchliroq muomala qilib qo'yish, kuchliroq udar qilib qo'yish ehtimoli borligi bu yerda ko'rinyapti. Ishingizda nima gap? Ishingizda deyarli baraka kelishi bor, ishingizda o'xshayapti, ishlaringiz oldiga bosishi, ishingizda yangiliklar bo'lib qolishi, kuchanib astoydil mehnat qilyapsiz, lekin siz o'zingiz qo'ygan darajadagi yo'nalishga ketayotganingiz tushyapti va bo'lishi mumkin ba'zilarda qandaydir o'zingiz mumkin emas degan holatda sizni o'ziga tortadigan levali ishmi, shunga o'xshagan holat ham bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa gap. Kutilmagan holatlaringizda nima gap? Kutilmagan holatlaringizda nima gap? Kutilmagan holatlaringizda внезапно o'zingiz orzu qilib yurgan orzularingizga erishishingiz bo'lsa kerakdir, balkim bo'lishi mumkin. Siz orzularingizga erishayotganingiz, siz qandaydir yutuqlaringizga erishishingiz kimlargadir pajar bo'ladi, kimlardir yomon holatga tushadi.
siz erishayotgan yutuqlarga qaraganda shunaqa bo'lishi bor. Anchadan beri bir xil turgan holatdagi ishingiz hal bo'lib qolishi bu yerda ko'rinyapti. Nimadan bu haftada ehtiyot bo'lishingiz kerak? Bu haftada nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Orzu hayollarga kamroq berilishingiz kerak ekan. Qandaydir o'tmishda qolgan narsa o'tib ketdi уже. Vоспоминания o'tmishdagi narsalarga ko'p valindaqa ilashib, o'tmishdagi narsalarga ko'p valindaqa qaram bo'lib qolishingiz, shuni orqasidan jicha halindaqa o'tmishdagi narsalar deb diqqat bo'lib qolishingiz yoki siz o'zingizga balkim bo'lishi mumkin, puldan ham quruq qolishingiz mumkin. Bu yerda o'sha holatingiz boshingizga kelganda, ana Mehrixonda shu gaplar tushgan ekanda deysiz. Xullas kalom, o'tmishdagi narsalar o'tmishda qolib ketdi. Bo'ldi, u narsalarga parvo ham qilmaymiz, e'tibor ham bermaymiz. O'tmishdagi narsa o'tmishda qolib ketdi. Xom xayol deyarli o'tmishdagi odamlar ham, o'tmishdagi ishlar ham. Nima sizni xursand qilyapti bu haftada? Bu haftada sizni nima xursand qilyapti? Pul kelishi, baraka kelishi, omad kelishi sizni xursand qilyapti. Nima qilmashingiz kerak bu haftada? Bu haftada nima qilmashingiz kerak? Boshqalar bilan g'iybat qilmang deyapti. Boshqalar bilan yomonlik anaqalarga aralashmang, yomonlik narsalarga aralashmang. Boshqalar bilan g'iybatchilik, birovlarga fitna degan narsalar qilmang deyilyapti. Ikkinchi variantdagilarda nima gap? Ikkinchi variantdagilarda hozirgi holatingiz ko'proq sovuq energiyalardasiz, logikaga qarab ish tutyapsiz, aqlingizga qarab холодный holatda qarorlar qabul qilayotganingiz, oldin ko'proq odamlarning gapiga, boshqalarning gapiga nimasiga ishongan bo'lsangiz, hozir ko'proq o'zingizni opitingizga, o'zingizga ishonasiz, boshqa birovga ishonmaysiz deyarli. Shunaqa holatdaligingiz bu yerda ko'rinyapti. Lekin nimagadir ko'nglingizga hech narsa sig'mayapti, qandaydir diqqatchiligingiz bor, hech kimni xohlamayapsiz. Ikkilamchilikda turganingiz, balkim pul taraflama bo'lishi ham mumkin, qandaydir sizga yon atrofingizda konkurentlaringizmi sizni haqingizda g'iybat qilib, chaynab, sizga qandaydir ziyonlar yetkazgani, shuni orqasidan diqqat olib, hech narsa ko'nglingizga diqqat olmayapsiz, qandaydir hech kimni xohlamayapsiz. Meni tinch qo'y, meni o'z holimga qo'y degan holatdasiz. Lekin masalan aqlingizga qarab ish tutayotganingiz bu yerda ko'rinyapti. Energiyasi qanaqa bo'ladi? Deyarli bu haftaning energiyasi siz uchun harakat, mehnat va qilayotgan mehnatlaringiz natijasiga adashmasam yaxshi erishish. Bu haftada siz energichniy, harakatchan, intiluvchan, deyarli nimaiki ushamay hammasi o'xshab boraveradi bu haftada. Shunaqa holatda munosabatlaringizda nimaga? Munosabatlaringizda diqqat bo'lib turgan holatingizda, siqilib turgan holatingizda уже menimcha уже diqqat bo'layotgan holatlaringizga уже yakun kelishi, munosabatlaringiz уже menimcha yaxshi tarafga o'zgarishi va erkak kishi sizga o'zini proyavlyat qilib, siz tarafga intilib kelishi borligini ham bu yerda ko'rsatyapti. Erkak kishi отношениеңizda xullas kalom munosabatga aloqada yaxshi energiyalardasiz. Deyarli har taraflama, yaqinlik taraflama ham, sevgi taraflama ham yaxshi energiyalarda tushyapsiz inshaalloh. Oilangizda nima gap? Oilangizda nima gap? Oilangizda mas'uliyatingizni bilib, o'zingizni bilib, qandaydir majburiyatlaringizni qilishingiz, deyarli sabr qilishingiz, necha pul taraflama yetishmovchiliklar bo'lyapti. No, menimcha u narsa o'tib ketyapti. Jicha haftaning oxiriga borganda qandaydir kelishmovchiliklar ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Majbur bo'lasiz o'zingizni оборонangizni, o'zingizni turgan joyingizni, o'zingiz gapingizni, o'zingiz pozitsiyangizni himoya qilishga. No, lekin baribir ham ehtiyot bo'ling, urush janjal kattayib ketib qolmasin. Shunaqa gap. Ishingizda nima gap? Ish yo'llaringizda nima gap? Ish yo'llaringizda nima gap? Voy, muattata karta ekan. Ish yo'llaringizda jicha ehtiyot bo'ling. Agar ishingizda shasha bo'ladigan bo'lsa, shu narsa ochilib qolishi mumkin yokida nozik turgan holatingizda yiqilib, to'ntalib qolish ehtimoliniz bor. Agar ishingizda teshir holatlar bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, shunaqa bo'lish ehtimoli ham bor. Keyin u narsa sizga qiyinchilik tug'diradi, problema tug'dirib chiqib kelishi bor.
kutilmagan holatlaringizda nima gap? Kutilmagan holatlaringizda nima gap? Kutilmagan holatlaringizda sizga kimdir sevgisi qolib qolishi yoki cho'milgani borasizmi realni bo'lishi mumkin. O'zingizga yoqadigan energiyada bo'lishingiz, qayergadir borishingiz yoki oilaviy uzoq joyga borish ehtimolingiz ham borligi bu yerda ko'rinyapti. Kutilmagan holatlaringizda sizga приятный emotsiyalar, приятный bo'ladigan holatlar kelishi ko'rinyapti. Bu haftada nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak bu haftada? Bu haftada boshqalarni muhabbatiga, boshqalar yaxshi отношенияsiga qaramang, hafsalangiz pir bo'lmasin, tushkunlikka tushib qolmang. Jicha shunaqa holatlar ham bo'ladi shekilli. Jicha tushkunlikka tushib qolish ehtimoliniz bor. Kerak emas, tushmang. O'zingiz birovlarni отношенияsiga qarab turib, bir anaqalarga kelib qolmang, tushkunlikka tushib qolmang deyilyapti. Nima sizni xursand qilyapti bu haftada? Bu haftada nima sizni xursand qilyapti? Balkim bo'lishi mumkin. Qandaydir o'zingiz kutmagan xabarlar kelib qolishi yoki-da уже kimlardir bilan kelishmovchilik bo'lsa, shu narsani siz o'zingiz yengib chiqa olashingiz va o'zingiz qo'ygan pozitsiyaga astoydil harakat qilib, o'zingiz qo'ygan yo'nalishga intilib, hech narsaga qaramay harakat qilishingiz sizni xursand qilyapti. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak bu haftada? Nima qilmashingiz kerak? Nima qilmashingiz kerak bu haftada? Bu haftada nima qilmashingiz kerak? Серьезный, ko'p narsani серьезный olmang deyapti. Ko'p nozik, qalbingiz o'tayla nozik bo'lib ketmasin deyapti shekilli menimcha bu yerda. Dilingiz ranjiydigan holatlar bo'lib qolish ehtimoli bor. Emotsiyalarga kamroq berilib, halindaqa tushkunlikka tushmasdan xursandchiliklar ham tushyapti. В то же время karta tinmay ehtiyot bo'l, tushkunlikka tushib qolma, qalbing noziklashib qolmasin, o'tayla noziklashib qolmayin deyapti. Shunaqa qizlar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.